Tarixda ko'pchilikni qiziqtirgan bitta savol bor. Stalin aslida qanchalik boy bo'lgan? Sovet ittifoqini temir qo'l bilan boshqargan odamning shaxsiy puli bormidi o'zi? Agar rasmiy hujjatlarga qarasak, Stalin o'zini juda kamtar ko'rsatgan. Uning maoshi oddiy davlat xizmatchisinikiga yaqin edi. Banklarda ulkan hisoblari yo'q, hashamatli villalar rasmiy ravishda uning nomida bo'lmagan. Ammo bu haqiqatning faqat bir tomoni. Stalin uchun pul emas, hokimiyat asosiy boylik edi. U butun mamlakat resurslarini to'liq nazorat qilardi. Xohlagan saroyida yashagan, eng qimmat taomlar, eng yaxshi shifokorlar, maxsus qo'riqlash, bularning barchasi davlat hisobidan edi. Ya'ni u boy bo'lmasa ham cheksiz imkoniyatlarga ega bo'lgan. Qiziq tomoni shundaki, Stalin shaxsiy buyumlar jihatidan juda soddiy yashagan. Bir nechta harbiy kiyim, oddiy etiklar, kamsonli shaxsiy narsalar. Vafotidan keyin ham uning nomida milliardlar topilmagan, ammo umumiy byudjetda 10 trillion pul bor edi. Shunday qilib, savolni boshqacharoq qo'yish kerak. Stalinning puli qancha bo'lgan emas, u pulga muhtoj bo'lganmi? Butun bir imperiyani boshqargan odam uchun raqamlar ahamiyatsiz edi. Uning haqiqiy boyligi qo'rquv, ta'sir va mutlaq hokimiyat bo'lgan.